Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Rahbar va xalq muloqoti bu jamiyat rivoji, davlat organlariga bo'lgan ishonchning mustahkamlanishi va inson qadrini ulug'lash asosidir. Bu jarayon ochiqlik, samimiy munosabat, fuqarolarning murojaatlariga befarq bo'lmasligini talab etadi. Rahbar va xalq muloqoti bu davlat organlari rahbarlarining aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri ochiq va samimiy muloqot o'rnatishi hamda fuqarolarning muammolarini joyida hal etish demakdir. Rahbarlarning mas'uliyati va xalq dardi bilan yashash har bir rahbar xodim uchun oliy burch sifatida belgilangan. Bunda yo'l qo'yiladigan holatlar va muammo madaniyatiga rioya etmaslik holatlari qat'iy taqiq ostiga olinadi. Endi aholi bilan muloqotni kuchaytirish, muammolarni joyida va tezkor hal etish maqsadida xalq nazorati elektron platformalar ishga tushiriladi. Elektron murojaatlar belgilangan tartibda axborot kommunikatsiya texnologiyalari bevosita berilgan, shu jumladan davlat organlarining tashkilotining rasmiy veb-saytida joylashtirilgan murojaatdir. Real vaqt rejimida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish holida berilgan og'zaki murojaatlardir. Bugungi O'zbekiston tarixiy o'zgarishlar pallasida yashayapti. Har bir kun yangilanish, har bir qaror, taraqqiyot, har bir tashabbus xalq farovonligi uchun xizmat qilayotgan ayni haqiqatdir. Hozirgi keng ko'lamli islohotlar zamirida inson qadrini ulug'lash, har bir fuqarolarning hayotini isloh etish, odamlarning ertangi kuniga ishonchini mustahkamlashdir. Kelajak egalari bunyodkor kuch etib tarbiyalanishdek oliyjanob maqsad mujassamlashgan. Murojaatlar bilan ishlashda bu O'zbekistonning Respublikasining 2014-yil 3-dekabrda qabul qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 378-sonli qonunda har bir rahbar fuqarolarning dardi va muammolarini tinglashga, ularning ortida inson taqdiri turgan his qilib, tezkor yechim topishga majburdir.